Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Grand Criminal Mobile o'yinini o'ynab ko'ramiz. Bu o'yinda biz mafiya sifatida kiramiz. Biz akkauntimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Birinchi bo'lib server tanlaymiz. Serverda sizlarda Rossiya serverini tanlashni tavsiya etaman. Chunki Rossiya serverida ping juda ham yaxshi, boshqa serverlarda esa ping juda ham yomon bo'ladi. Biz server tanlab olganimizdan so'ng akkauntimizdagi igrokimizni nastroykasini tahlil olishimiz kerak. Masalan, soch turmagi, kiyimi, nima kiyishini tanlaymiz. Tanlab olgandan keyin biroz o'yinga kirishini kutamiz. Bizga boss vazifa beradi. Biz bu vazifani bajarishimiz kerak. Boshlig'ining vazifalarini bajaramiz. Boshliqqa nechinchi darajaga yetgan paytimiz bizga uy olishimiz buyuradi. Uylar har xil, masalan, $5000 har bitta topshiriq $15000 turadi. Привет, подходи, у меня есть к тебе дело. İnsan boshliq hisoblanadi. Ana shu inson boshqalarni suhbat tugmasini bosib bir bilan Давно я тебя тут не suhbatlashamiz. было. Говорят, после того, как шеф Buni полиции o'qib сдружился, слышал. Chunki bizga pullar beradi. Va biz ko'chaga chiqib narsalar bajarishimiz kerak. Bankomat kirib olish kerak. Menimcha bu yerda biz bankomatdan pul o'g'irlaymiz yo'q. Chunki bu o'yinda biz mafiya sifatida kirganmiz. Сними деньги. Эй, Xuddi o'ylaganim kabi. Bankomatni o'g'irlagandan keyin biz bu yerdan qochishimiz kerak. Polislar ko'chalarda yotadi. Uni olishimiz ham mumkin. Arjular ko'chalarda yotibdi. O'sha ko'chalardan biz arjularni olishimiz mumkin. Xuddi GTA kabi mashinalar biz borib haydayveramiz. Boshlig'imiz ismi Kastilov ekan. Topshiriq bajarganim ikkinchi o'rindan bo'ldik. Endi boshliq bilan suhbatlashamiz. молодец, ты отлично справился. Я хорошо плачу за работу. Приходи в любое время. Тебя нужно Boshliq endi bizga ishondi va istagan payting menga kelishing mumkin dedi. Arjulardan yumpini sotib olishga majbur ekanmiz. Mayli, yumpini sotib olaylik. Bu yerda transport bo'limiga o'tib istagan mashinamizni sotib olishimiz mumkin. Men bu videodan istasangiz ikkinchi akkauntimni o'tib video qilaman. Sariq mashina 150 ming so'm ekan. Mayli. 15 ming ishladik.
Tinchimlik. Yana boshqa gaplashib yana ish olamiz. Посылка у меня. Сядь в машину. Mashinaga o'tirib qayergadir ketsak kerak menimcha. Hozirda bu o'yin yangilangan. Bunga o'xshash yana bir o'yin ham bor. Grand Mobile Bu o'yinda biz o'ynaymiz xuddi shunaqa, lekin u biroz juda qiyinroq. Bu o'yinni hatto o'qib prava ham olish mumkin. Haqiqiy GTAga o'xshab birma-bir ko'tarilasiz, lekin u juda ham qiyin. Mashina olish esa juda ham ko'p ishlashingiz kerak. Bitta mashina olish uchun o'yinni kamida biroz o'ynashingiz kerak. Dushmanlarni o'ldiramiz. Narsalarni olamiz. Endi bu yerdan ketsak ham bo'ladi. Sırası 4-cü oyunu ko'tardik. Emotsiyalar ham bor. U emotsiyalarni ochish uchun birinchisiga siz pul to'lab ochasiz, ikkinchisini ham pul to'lab ochasiz, uchinchisiga esa qanaqadir sariq tangacha kerak. Uni donat qilib olishingiz ham mumkin, lekin donat qilish bu o'yinga sal qiyinroq boshqa o'yinlarga qaraganda. Bu safar qaysi o'yinni o'ynashimni kommentariyaga yozib qoldiringlar, o'sha o'yinni o'ynab ko'ramiz sizlar bilan birga. Transport olishimiz kerak ekanligini aytyapti. Deb mayli transport sotib olamiz. Endi yana boshliq bilan gaplashamiz. Ko'chaga chiqishimizni buyuryapti. 6-o'ringa 59 qilimiz yo'g'ildi. Mashinamizni ana bu lичный transportdan chaqirib olamiz. Vaqt o'tib o'z paydo bo'lib qoladi. Bu tekin hisoblanadi. Haqiqatda esa mana shuncha chaqirish uchun qanchadir pul to'lash kerak. Bu o'yinda questlar ham bo'lib turadi. Biz u questlar orqali otishmalar yoki gonkalar bo'lib turadi. Yana qo'ydi. Pullar 100 ming Возьми дробовик. Biz bu orujani olishimiz kerak ekan. Endi mashinaga o'tirib qaytib ketamiz azizlar. Bu o'yinda asosiy vazifamiz biz mafiya bo'lamiz. Men bu safar ikkinchi akkauntimdan kirib o'ynayman. Bu akkauntimda moshlarim Mashinaga o'tirib ketamiz.
Mana Svaritman keldik. Endi biz bu yerda kirib boshqa narsalar topshirishimiz kerak. Бунтари напали на тебя. Endi menimcha kiyim sotib olishimiz kerak. Mana bu kostyum biz endi kostyum oldik. 100 ta olsun tangacha bor. Evolution 9-chi o'yinga ko'tarilamiz. Yana böyle boşluklarda karıştırırken boşluktan bemalol gapirishayveramiz. Ты очень хорошо проявил себя. Я хочу сделать тебе небольшой Nimadir qilish kerak ekan bu yerda. Nima qilish bilmayman. Endi qayergadir uzoq yo'lga ketishimiz kerak ekan. Mayli. Menimcha uy sotib olamiz. Uy bu yerda arzon qanchadir edi. Qimmat esa 5 ming. Shundan qimmat 20 ming. Bu yerda motion qo'yishni beradigan. Купи квартиру. Uy sotib olamiz. Uyda mashina turargoh ham bo'ladi. U yerda mashinani qo'yishimiz mumkin. Bu ekonomikasi faqat bitta bo'ladi. Bizga kelganimiz uchun bu yerda bizga biz bularni o'ldirdik, uni sotib olsak ham bo'ladi. Sotib oldik. Uyga ham kiryapmiz. Bu uyda televizor ham bor. Televizorda faqat Tom and Jerry multfilmini ko'rsatadi. Hatto uyimizda kazino o'ynasak ham bo'ladi. Uyda kazino o'rnatib qo'yilgan. Biz keys ochib ko'rayotganimiz. Keysni hech narsa tushmasligi aniq. Shu uchun men keys ochishni yoqtirmayman. 90. Undan ko'ra shu sariq nimaga boshqa bir narsa olish kerak. Bir 1500 ta nima ekan bu? YouTube nima bu? Nima? Agar video ko'rsak 50 ta YouTube tangachasi ekan. Agar har kuni shunday qilaversa biz nechta shuni olish uchun nechta YouTube videosi ko'rish kerak? 1500 ta desak, juda ko'p ko'rish kerak ekan.
Vertolyot 7 kun kirgandan keyin podarka qilinadi. Bu ham 5-6 kun uyga kirgan paytingiz sovg'a qilinadi. Tank esa hali sotuvga kelmabdi. Drabashka. Hozir bizda qaysidir ana shu avtomat hozir bizda turibdi. Ana sizlar bu uyni ichini ko'rib Jake, look. It's that new cat in the barn, Freeman. He's a Oh, yeah. Well, just leave me your cousin, Hyman. Shu multfilm doim yoqadi, chunki zerikkan paytingiz maza qilib ko'rasiz. Eski multfilm boshlandi. Agar istasangiz shu o'yinni yuklab olib, tomosha qilishingiz ham mumkin. Endi оружие bor ekan uyimda. Birorta otib. Bu ham yaxshi оружие. Bir lotereya o'ynab ko'ramiz. 3 ta mashina tushsa bizga mashina sovg'a qilar ekan. Mayli, omadimiz kirsin deb ko'ramiz. All's well that ends in the well. 2 ta qilindi. O'ynayveramiz. It's you. Оружие bilan oltindan olishda ham yaxshi. Qarashinglar. Bitta aylantirishdan 2 ming ishlar bo'lsa bo'larkan. Bu juda ham yaxshi. O'rnakda aylantirsak bizga tabii antetin ürünü kapattık olmuş. Magazini açık koyuptan göremiyoruz. Hazır ağırlığı. Bu zor nasıl düştü? Birinchi vlogim bu. Iltimos shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiska va like bosib qo'yishingizni tilab qolardim. Iltimos podpiska va like bosib qo'ying. Meni akkauntim ko'tarilishiga yordam berar edi. Mana ko'chaga chiqib boy, gee. bosh vazifalarni bajaramiz. Garajga kiramiz. Garajda mashinalarimiz. Garaj mashinalar qani? Bu yerda ekan. Avtomobilim o'zi bitta. Bu parkovkani ham sotib olamiz. Bu yerda turganimni sotib olib qo'yaman. Magazindan transport bo'limiga o'tib ana shu mashina hozirda skidkada edi. 150 ming so'm sotib olganmiz. Shu mashinani o'rnatib qo'yamiz. Ikkinchi akkauntimda shu mashina bor. Vishni transport bo'limiga o'tib ana bu yerdan X bosib ana bu yerdan tanlab qaysi mashinangiz qo'yishingiz mumkin. Shu ranglarni ham sotib olishingiz mumkin bo'yinga.
Menga masalan shuni oq rangi yoqdi. Oq rangini sotib olib qo'yaman. Endi parkovkaga ham mashinamni tiqib qo'yaman. Tamam, mana mashinam ham tiqib qo'yildi. Endi biz ko'chaga chiqib vazifalarni bajaramiz. Uyga kirib chiqqandan so'ng avtomobilimiz g'oyib bo'lib qoladi. G'oyib bo'lgani uchun biz shu mashinani qayta telefon orqali chaqirishimiz mumkin. Sizlarga telefonning qanday funksiyalari borligini ko'rsatib o'tib ketaman. Server tanlayotgan paytda rus server tanlasangiz yaxshi bo'ladi. Chunki Osiyo ham boshqa serverlar ham juda ham past. Besplatniy keys qilasizmi deyapti. Albatta. Bir kunga bir marta besplatniy keys berar ekan. Nimadir tushdi. Rastяшка. Mayli, emotsiya o'rniga qo'yib qo'yamiz. 25 ming pul berar. Hozirda biz bu telefonga kirib достижение, masalan nima ish qilsak nimalar beriladi. Достижениеdan mashina ham berish mumkin. Mana shu yerda достижениялар bor. Missiyalar shular, zadaniyalar qo'yish. Ежедневный zadaniyani bajarsa 20 ta, bunaqa taymga 20 ta bitta mashina berar ekan. Bu yangi kirganlar uchun juda ham yaxshi. Dron ham bor. Biz bu dronni boshqarishimiz mumkin. Dronni harakatlantirish uchun o'zini maxsus yuruzaydigani bo'ladi. Bu yerda yangi tushirgan nimamizni qo'shib olamiz. Menda bor emotsiya qayerda ekan? Mana yangi emotsiyamizni ham qo'yib oldik. Mana masalan sizlardan ko'ramiz. Mana shunaqa qilar ekan. Mayli, endi telefonning boshqa funksiyalarini ko'ramiz. Internet bank. Bu yerda o'yinchilardan qarz olish mumkin ekan. Bu yerda summani yozamiz. Masalan 100 mingcha yozaylik. Общая summa $150. Shuni so'rab olishingiz mumkin, lekin menga hozirchalik pul kerak emas. Ko'tarilishlarda nimalar beradi? Mashina past darajada berish kerak edi.
10 urvende maşina beriş gerek ekan. Mayli yaxshi. Igrovay serveri. Ana yerden istalgan serveringizge ötüp olishingiz mumkin. Agar bir o'zingiz o'ynashni istasangiz, bir kishilik yoki ana shu serverlardan birortasini tanlab olishingiz mumkin yoki o'zingiz do'stlar bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, server yaratib olishingiz ham mumkin. Bu yerdan biz mashinani chaqiramiz. Har 10 sekunddan keyin mashina paydo bo'lib qoladi. Biroq donatorga o'xshar ekanlar. Mashina ketib qoldi, ketamiz. Bu yerda o'yinchilar bir-biri bilan o'tisha olmaydi. Chunki buni server o'zi yopib qo'ygan. Biz bosim topshiriqlarini bajaramiz. Найдите mashina topish kerak ekan. Достижениyaga kiramiz. Nima uchun достижениyaga kirgizganimni bilmadim. O'zimiz mashinamizga o'tirib missiyani bajargani boramiz. Agar siz bu GTAga o'xshagan insonlarni o'ldirgandan keyin yulduzcha olasiz va har politsiyalar bilan otishma ham qilishingiz mumkin. Сядь в машину. Shu mashinaga o'tirishimiz kerak ekan. Hozirda shu mashinaga o'tirib ketamiz. Брось тачку тут. Topshiriq bajarildi. Nima kelayotgan shovqinlar uchun uzr. Chunki uydagilarim televizor ko'rishayotgan edi-da. Adashib ketdim. Mashina shu yerda turgan ekanmi? Orqa tomonda deb o'ylabman.
Iltimos videomni ko'rayotgan bo'lsangiz like va podpiska bosib qo'ying. Mana 100 kilo ham dedik. Bu yerda banditlar missiyasi bor ekan. Agar xohlasangiz keyingi videolarda shu banditlarning missiyalarini bajarib ko'ramiz. Hozirda biz mashinani yetkazib berish, odamlarni o'ldirib nimadirlar qilish missiyalarini bajaryapmiz. Banditlar missiyasi esa bundan sal qiyinroq hisoblanadi. Biz mashinani doimo chaqirishimiz mumkin. Mashina chaqirish tekin. Bu yerda oltin pichoq qo'ygan ekan. Uni faqat obuna sotib olganlar ola olsa kerak. Bizda esa ana barışı oltin. Sariq xuddi Fortnite o'yiniga o'xshagan orujalarning kuchi. Masalan, yashil sariq kuchsizroq, sariq juda kuchli, shunga o'xshagan. Ya'ni o'qi insonni tez o'ldiradi. Bu yerda yana mashinani olib ketamiz. Biz 3 ta furgonni etib qo'yishimiz kerak ekan. Uruvenga ham chiqib oldik. Водитель taksi bo'lasizmi deyapti. Gonkalar qo'shilibdi, ya'ni qo'yda. Qo'ylarni o'ynab ko'rishingiz tavsiya etaman. Missiyalar sizga pul beradi. Bitta missiya bor, uni bajara olsangiz siz vertolyot sohibiga ega bo'lasiz. Ya'ni bajarmasangiz ham o'yinni o'ziga 7 kun kirganingizda sizga tekinga samolyotni podarka qiladi va uni siz bemalol istalgan joyda chaqira olmaysiz, lekin chaqirish uchun o'zini joyi bor mana. Ana bu tog' tepasida ko'rganingizda shunaqa joylar bo'ladi. Hozir bu samolyotga minib ko'rishingiz ham mumkin, lekin bu furgonni missiyada ko'rsatilgan joygacha yetib qo'yishimiz mumkin. Agar istasangiz boshqa video qilayotgan paytim qaysi o'yinni o'ynashimni yozib qoldiring, men o'sha o'yinni o'ynab ko'rsataman. Masalan, Minecraft o'yinlari bor. Bu o'yinni tomosha qilish juda ham zerikarli. Bu videoni tomosha qilish zerikarli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mayli, xayr. Biz topshiriqlarni bajarib bildik. Xayr, aziz obunachilar, sizlar bilan keyingi